qop-qora bulut chiqsa, sahoba ikromlar xursand bo'lishar ekan. Ya'ni endi yomg'ir yog'adi, qahatchilikdan qutulamiz desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam titrab, terga botib, tezlik bilan duo qilib qolar ekanlar. "Ya Rasululloh, qora bulut kelyapti, yomg'ir yog'adi, nimadan qo'rqasiz?" desalar, "Yo'q. Bir qavm o'tgan, sizlardan avval o'tgan qavmlar qora bulut kelayotgan paytida, ana endi bizga yomg'ir keladi deb turgan paytda Alloh balosini yuborgan. Qirilib ketgan hammasi. Ana shundan qo'rqaman. Bu qora bulut kelayotsa faqat yomg'ir bo'lavermaydi. Qora bulut balki bir ofatni olib kelayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun Alloh taolodan qora bulut kelayotgan bo'lsa, yaxshiligini so'rash kerak. Tezlik bilan duo qilib, iltijo qilib, Allohga yalinib, yolvorib, shu ustimizga bosib kelayotgan qora bulut biz uchun rahmat yomg'irini olib keladigan bulut bo'lsin. Balo, ofat, sel, dovul va hokazoni emas. Yana tosh yog'ib qolmasin qora bulutning ichidan. Qayerdan bilasiz?